Turkiya, Italiya, Vietnam, Tayland, Rossiya. Yo'q, undan emas. Doğrudan-doğru Guangzhoudan bizlere duvokalarimiz gelishda davom etadi. Hurmatli mijozlarimiz, videoni o'tirib boramiz. Oxirigacha ko'ramiz. Zakaz berib qo'ygan adizlar, zakazlaringiz geldi. Yo'q, doğru giysak yegidin narsalardan biri bu. Voy. Narxlarim вообще zo'r narxda chiqqan ekan, hurmatli mijozlarimiz. Qaranglar, sizlarga alda narxlarni aytib o'taman. 350 ming so'mlik duvokalar endilikda magazinimizda 1, 2, 3, 4, ya'ni 4 xil rasvetli duvokalarimiz 280 ming so'mdan qo'yib beraverdik, hurmatli mijozlarimiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa magazinimizda. Bu duvokamizning materialini вообще tushunib bo'lmaydi ekan. Yo'q, Kачествоsi вообще super-ku bu narsani. Hem tiyim manjetli variant. Yo'q. Mening duvoka hech yerda yo'q. Kurdada ham brendda bor mening duvokalar. Hem zamokli varianti bo'ladi ekan. Yarim zamok. Zamoklar ham shu darajada yumshoq ishlangan. Yaqasam вообще zo'r. Lallay qaladon yaqadan emas. Endi buni materiallarni deb tushuntirsak bo'ladi ekan. Cho'siq so'zlaveradi ekan, nima bu? Cho'zilib qolmasa bo'ldi bu. Yo'q, uning narsadan emas ekan, hurmatli mijozlarimiz. Bilasizlar, Dadaxon brend sizlarga yomon narsani predlagat etmaydi. Eng zo'rini kачествоda birinchi bo'lib keltirgan firmalarini ko'rsatib o'tadi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Qisqa vaqt ichida ko'plab mijozlarning ko'nglidan joy olgan magazin 136 bugun shaxsiy o'zini brendini asos soldi. Ya'ni Dadaxon brend nomi bilan xudo xolasa bundan keyin ijodimizni davom ettiramiz, kontentlarimizni. Hurmatli mijozlarimiz, sizlarga bugun Xitoydan doğrudan-doğru kelgan duvokalarimizni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Aynan BMB firma, ya'ni Xitoyning eng original firmalaridan biri, bilasizlar. Kачествоsi super. Bilasizlar, endi Dadaxon brend sizlarga yomon narsani predlagat etmaydi. O'sha garantiyali narsalar, ya'ni sifat bo'yicha konkret narsalardan biri hisoblanadi. Asas sizlar bilan hurmatli mijozlarimiz, obzorni boshlaymiz. Hammaga birinchi o'chitdan narxi qiziq, eng qimmat narsani eng arzon narxda bizning magazinimizdan topishlaringiz mumkin. Narxlari o'zi asl narxi bu narsadan 350 ming so'mlik duvokalar endilikda magazinimizda 280 ming so'mdan. Kelaverasizlar, xudo xolasa magazinimizga. Ketdi. Sizlarga birinchi ish narsani tushuntirmasam bo'lmaydi. Hurmatli mijozlarimiz, bizning magazinimizga kelgan yangiliklarni, tovarlarni albatta men o'zim shaxsan ko'rib o'taman. Чтобы meni klientlarim, meni mijozlarim mendan yaxshisini loyiq degan maqsadda. Hurmatli mijozlarimiz, bu narsani sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qaranglar. Bunda hibi вообще yo'q, hibi aralashmagan. 85%, 85.4% lion material bo'ladi, 15% sintetik bo'ladi. Ko'pchilik hozir shu o'rtada savol berishi mumkin. Hibi yo'q-ku, qizdirib beradi-ku degan mijozlarimiz uchun, hurmatli mijozlarimiz, bunday material emas. Ko'pchilik mijozlarimiz xohlaydigan materiallardan biri, ya'ni lion materialni kiygan mijozlarimiz dim yaxshi biladi. Lion material kiygan mijozlarimiz kommentariya yozib o'tinglar. Lion material nechta bo'lishini. Aynan shu materialda sintetik aralash вообще premium kачестводагisi magazinimizga keldi. Albatta duvoka mahsulot bo'ladi, yarim zamoklisi bo'ladi. Yakasidan bir ahamiyat berib o'tishlaringizni so'rayman. Вообще mehr berib ishlangan narsalardan biri bo'ladi. Bam albatta BMW firmasining o'zidan bo'ladi. Ko'rdingizlar, elingizda вообще boyliqman bilinmaydi. Trikosadan bir ahamiyat berib o'tishlaringizni so'rayman. Qaranglar, zamokli bo'ladi, ham zamokning o'zini brend va emblemalari qo'yilgan bo'ladi. Albatta yiplar ham mavjud. Razmerlari L dan 3XLgacha chiqadi. Kelaverasizlar, xudo xolasa magazinimizda. Bu hozir ko'rib turganingiz birinchi xil sveti bo'ladi. Aynan shu ko'rib turgan rasvetda ikkinchi xil svetidan ham bor. Bu уже toza keladi. Просто sizlarga obzor qilishga vaqt yetmay qoldi va aynan уже bu mahsulotimizdan bir danasi qoldi. Agar kimnidir razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, xudo xolasa jackpot. Aynan hozir ko'rsatib o'taman sizlarga razmer kanalligini. L degan razmer. 80-85 kilo chiqqan odamlarimizga bemalol to'g'ri keladigan mahsulotlarimizdan biri. Ya'ni 75-80, 85 kilo o'rtasidagi mijozlarimizga to'g'ri keladi. Ham yaqali varianti rezinkalisi bo'ladi. Aynan sizlarga shu o'rtada yana bir narsani tushuntirib o'tmasam bo'lmaydi. Qaranglar, rosti sal bitta uzunroq modelimiz hisoblanadi. Lekin вообще konkret narsalardan biri. Shunda tikin ko'ribmizlar, hurmatli mijozlarimiz. Tikilmagan varianti, ya'ni rezinkaga o'xshash narsa qo'yilgan. Lekin kачествоsi чистин konkret narsa. Giyib to'g'ri rahmatini aytib beradigan narsalardan biri bo'ladi. Keyin qaranglar, BMW firmani davom ettiramiz. Ya'ni yana BMW firmadan shundan endi qaranglar, bu narsani o'zini finki safam giysangizlar bo'ladi, ham yosh kattalarimizga podarka qilsangizlar ham bo'ladi. Aynan to'lg'an kun uchun zo'r
mahsulotlarimizdan biri. Yosh kattaqalarimizni bilasizlar, yengsa bitta uzyurak modelini xohlaydi, ham jalliq qisib turmasin deydi. O'rtacha, normal bo'lib tursin degan, skromniy bo'lib tursin degan mijozlarimiz uchun bu narsani ilojini topdikdan olib keldik magazinimizga. Ko'rib tursam, kishali varianti bo'ladi. Bemalol dollarlarni solib yursangizlar ham bo'ladi. Ko'rib tursizlar, PSM manjetli varianti. Bu yerda adashmasam bir pashka sig'adi po'yni go'kdan. Bir pashka po'yni sig'adi. Qo'rqmay olaverasizlar. Bu narsani trikosam aynan o'zinikining svetda bo'ladi. Trikosam o'zining brend va emblemalari qo'yilgan. Bu narsaning narxi 280 ming so'mdan. Xudo xolasa, kelaverasa. Hurmatli mijozlarimiz, ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan svetlardan biri, ya'ni ochiq seri svet. Yetadi-ku yozda. Biz ham hajga borib kelgan og'alarimiz uchun dimmoz keladi. Nechun desa ochiq svet bilan sal bitta go'kim tirraq svet kombinatsiyon ishlangan varianti bo'ladi. Trikosam ochiq seri svetda bo'ladi. Trikosam o'rtacha bo'lib turadi. Divom shroyki bo'lib ham aytmaydi, divom ustki bo'lib ham durmaydi. Aynan yozda giyiladigan narsalardan biri. Kisalari bekli hali tikilgan varianti bo'ladi. Bu narsani o'zlaringiz ochib berasizlar. Aynan qaranglar, zamokli variantini bir xil rasvetkasi va yaqal variantidan esa 1, 2, 3 xil rasvetkasidan ega. Xudo xolasa, kelaverasizlar magazinimizga. 280 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi. O'zi mahsulotimiz asl narxi 350 ming so'mlik. Bu ko'rib turgan duvochalaringiz dostavka ham amallatadi. 12 viloyatdan bor dostavkamiz. Agar siz Xorazm viloyatida yashab turib, agar kelib bilmasangiz, mabodo o'zlarimiz dostavka qilib ham chiqarib beraveramiz yo'l mashinalarda. Agar shahar ichi bo'yoqdan bo'lsa, besplatniy bo'ladi dostavkangiz. Adresni tushuntirib o'taman yana bir xatir. Adresimiz Urganch buyum bozori, 3-qator, 136-magazin. Hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz.